Mana shu manzarada sayohat qilish sizga necha pulga tushadi? Agar siz Turkiyaga sayohat qilishni reja qilgan bo'lsangiz, Bosfor bo'ylab kemada sayohatni ham unutmang. Xo'p, keling buni ko'rib chiqamiz. Atigi $8 boshlab sizni 2 soatlik lyuks mega yaxta sayohati kutmoqda. Siz kemani kunning xohlagan vaqtiga buyurtma berishingiz mumkin. Istalgan vaqtda bekor qilish, hozir buyurtma qilish va keyin to'lash imkoniyati. Tanlangan variantda snack, nonushta, tushlik yoki kechki ovqat xizmatlari, rus va ingliz tillarida audio gid xizmatiga ega bo'lasiz. Kunduzi moviy suvlar, kechqurun esa afsonaviy quyosh botishi fonida Istanbulni dengizdan tomosha qilasiz. Bu oddiy ekskursiya emas, bu Istanbulni eng chiroyli rakursdan ko'rish imkoniyatidir. Joylar tez tugaydi. Sayohatni mehmonxonadan emas, yaxtadan boshlang. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni bizda ko'rishda davom eting.